Assalomu alaykum bizni obunachi kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi oshxona mebelimizni zakaz asosida olib kelib o'rnatyapmiz. Mana o'rnatib bo'ldik. Ishimizni Farg'onani Toshloqqa ustunovka qildik. Razmerlarimiz chekkadan burchak chekkasigacha 3 metr bo'ldi. Bu tomoni 1.60 ugul holatda bo'ldi. Buni ichida eng chekkada gaz balonga joy qilindi. Ishlari chuqur holatda. Oshxonalarimiz vakuum holatda yaxshi alyuminiyni qo'yib berdik. Chekalari rezina mikrofonga PVH stanoy deb qo'yadi. Rezervaka uchkalargacha qilib berdik. Dasturxon sochiqqa joyi. Doimiyda shushurkamiz bonusi ichida bo'ldi. Moka komplektlarini o'rnatib berdik. Dozatorlargacha chiqadi. Orqa plitkalarini o'zimiz yapishtirib berdik. Granit holatda bo'ldi. Xonadon tortmalarimiz davchi holatda bo'ldi. O'zini o'zi olib kelib yopib oladi. Salistamiz plastiskiy salistsa bo'ldi. Tepalarida polkalik shkaf holatda ishlanadi. Zavodskiy burchagimiz 80-80, ichlari juda ham keng holatda bo'ladi. O'rkalargacha qo'yganmiz. Tepada karnizlarni ham chiroyli holatda ustunovka qildik. Gazimizni joylashtirib berdik. Bu joyimizga duxovkamiz. Gazni ham shahlanini o'rnatib berdik. Chekalarini besvetli germetga qilib zamaskalarni qilib berganmiz. Bu joyda bakalilgani 6 talik qo'yib qo'ydik. Tuz, xom choy, shunaqalarga polka, ochiq polka. Xolodilnikimiz joylashdi eng chekkaga. Xolodilnik chekkasini yonboshini bachoklarni keng qilib qo'ydik. İşimizde 1 metr pagonometriga 2 million 100 ming so'mdan moka, shushurka qo'sh solingan dastlabki ustunovkalar ichida bo'ldi. Pagonometriga 2 million 100 ming so'mdan chiqdi. Nomerlarimizni shu video ostiga yozib qoldirib qo'yamiz. İşimiz to'liq holati